Ka'ba. Nima uchun musulmonlar aynan Ka'ba tomonga yuzlanib ibodat qiladilar? Ka'ba atrofida aylanib tavof qilishlarining hikmati nimada? Alloh taolo Ka'baga qanday mo'jizaviy sirlarni yashirgan? Keling, shu savollarga birgalikda javob topamiz. Hanna qalbi lil Madina li Rasulillah. Ka'ba-i muazzama. Musulmonlar qiblasi, qalblar qayta talpinuvchi muqaddas shior. Haj va umrada ziyorat etiladigan tavofgoh, odamlarga muborak, olamlarga hidoyat qilib qo'yilgan yer yuzidagi birinchi uy. Uning Baytulloh, ya'ni Allohning uyi, Xonai Ka'ba, Baytul Atiq, qadimgi uy, qibla kabi nomlari bor. Ka'ba-i muazzama 7-osmondagi farishtalar to'xtovsiz tavof qiladigan Baytul Ma'murning soyasidagi bir muqaddas makon bo'lib, uni ulug'lash qalbning taqvosi sanaladi. Bu haqida Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Kim Allohning shiorlarini ulug'lasa, bas, albatta bu qalblarning taqvosidandir. Haj surasi 32-oyat. Ka'ba ichida namoz o'qish va duolar qilishning ajr mukofoti hamda savobi ulug' bo'lib, bunga 4 mazhab imomlari yakdil tarzida ittifoq qilganlar. Bu haqida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim Baytullohga kirsa, savobga kiribdi, gunohdan va mag'firat qilingan holda chiqibdi dedilar. Imom Bayhaqiy, Imom Tabaroniy rivoyati. Alloh Baytullohni ziyoratiga barchamizni chaqirsin. Bu borada Abdulloh Travel'dan umra ziyorati xizmatlarini siz azizlarga taqdim etmoqchimiz. Qulaylik va xavfsizlik, asosiysi ham ruhiy ozuqa beruvchi ahli ilm ellikboshlari siz azizlarga ibodatlarni go'zal tarzda ado etishingizni ta'minlovchi omil bo'ladi. Batafsil ma'lumot uchun ushbu raqamlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Alloh Baytullohni ziyoratini ushbu xizmat orqali sizga nasib etsa, ajab emas. Keling avvalo Ka'ba-i muazzamani tarixiga qisqacha nazar solaylik. Insoniyat tarixi Makka shahridan boshlanadi. Alloh otamiz Odam alayhissalom bilan Havo onamizni jannatdan yerga tushirganida, Havo onamiz Makka shahri yaqinida qo'nim topdilar. Odam alayhissalom esa uzoq sharqdagi bir vodiyga tushirilgandilar. Uzoq yillar bir-birlarini izlashlari natijasi o'laroq Odam alayhissalom Arabiston yarimoroli oshi Makka shahriga yetib keladilar va nihoyat Makka shahridagi Arofat tog'ida Odam alayhissalom va momo Havo bir-birlari bilan uchrashdilar. Makka ilk marta Alloh subhanahu va taoloning yakka o'ziga ibodat qilib sajda qilingan shahardir. Aynan shu yerga otamiz Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoil alayhissalom bilan birgalikda Baytullohni qurishga amr qilindilar. Alloh taolo buning sharafiga osmonda ham xuddi shunday farishtalar tavof qiladigan Baytul Ma'murni barpo etdi. Rivoyatlarda kelishicha har kuni uni tavof qilish uchun 70 ming farishta hozir bo'lar ekan. Bir bora tavof qilib chiqqan farishta u yerga boshqa qaytib kira olmaydi. Ibrohim va Ismoil alayhissalomlar Ka'bani bunyod etib bo'lganlaridan so'ng birgina tosh o'rni qolib ketgani ma'lum bo'ladi. Aynan shu o'ringa mos tosh topib kelish uchun Ibrohim alayhissalom o'g'illari Ismoilga aytadilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo Baytullohning so'nggi toshi yer jinsidan emas, balki toshni jannatning yuragidan bo'lishini iroda etdi. Shundan so'ng Jabroil alayhissalom Ibrohim alayhissalomga bu toshni olib tushdilar va aynan o'sha qolib ketgan mos o'ringa bu tosh qo'yildi. Tosh yerga nozil bo'lgan paytlarda oppoq bo'lib, undan nur taralib turardi. Shu sabab u Hajarul Abyad, ya'ni oppoq tosh deyilardi. Keyinchalik odamlarning nopok ishlari, gunohlari sababli tosh asta-sekinlik bilan qorayishni boshlaydi. Shundan so'ng Hajarul Aswad, ya'ni qora tosh nomini oladi. Vaqt o'tgan sari bu yerda shahar vujudga kela boshladi. Makka ahli sof tavhid e'tiqodida bo'ldilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Albatta, odamlar uchun qo'yilgan birinchi uy Bakkadagi muborak va olamlarga hidoyat qilingan uydir. Unda ochiq alomatlar, maqomi Ibrohim bor. Kim unga kirsa, omonda bo'ladi. Oli Imron surasi 96-97-oyatlar. Ushbu ikki oyatda Alloh taolo Baytullohning fazlini, qibla bo'lishga eng haqli joy shu yer ekanligini, namoz vaqtida u tomonga yuzlanishdan tashqari imkon topganlar uni haj qilishi ham farz bo'lganligini marhamat qilmoqda. Bakka
Makka mukarramaning ismlaridan biri. Bakkadagi uy Baytullohdir. Odamlarga ibodat uchun, butun olamlarning hidoyati uchun qurilgan birinchi uy Baytullohdir. Undan avval bunday uy qurilmagan. Bu uy muborak bo'lib, uni kim haj yoki umra qilsa, ko'plab yaxshilik va manfaatlar topadi. Unda ochiq alomatlar, ya'ni Baytullohning o'zida boshqalardan ustunligiga ochiq-oydin alomatlar bor. Maqomi Ibrohim bor. Ulamolarimizning fikrlaricha, maqomi Ibrohim deb Ibrohim alayhissalom Baytullohni qurayotganlarida ustida turgan toshga aytiladi. U toshga u zotning oyoq izlari tushib qolgan. Hozirgi kunda u shisha g'ilof ichiga olinib, yerdan ma'lum miqdor ko'tarib qo'yilgan. Kim unga kirsa, omonda bo'ladi. Bunday fazilat dunyodagi hech bir joyda yo'q. Ibrohim alayhissalom bu baytni Allohning amri va o'g'illari Ismoilning yordami bilan qurganlaridan buyon har bir xavf-xatardagi odam uchun tinchlik, omonlik maskani bo'lib kelmoqda. Harami sharifda nafaqat odamga, balki hayvonot va nabotot olamiga ham ozor berilmaydi. Yana ma'lumot tariqasida aytib o'tish kerakki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari hijrat qilgan shahar Madina-i Munawvarani ham haram qilganlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim Ibod ibn Tamim radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ibrohim Makkani haram qildi va uning haqida duo qildi. Ibrohim Makkani haram qilganidek, men Madinani haram qilaman deganlar. Ki haramdagi hukmlar ham bir xil. Abdulloh ibn Adi ibn Hamro radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning Hazvarada, ya'ni Makkadagi bir joyda turib, Allohga qasamki, albatta sen Allohning eng yaxshi yerisan va Allohning o'ziga eng mahbub yerisan. Agar men sendan chiqarilmaganimda chiqmasdim deganlarni eshitdim. Bu hadis sharifdan Makka mukarramaning fazli qanchalar ulug' ekanligini yana bir bor bilib olamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu muqaddas shaharning fazlini Alloh taologa qasam ichish bilan ta'kidlamoqdalar. Buning ustiga u zot Makka mukarramaga nisbatan bo'lgan muhabbatlarini ham eng go'zal iboralar bilan izhor etmoqdalar. Demak, Makka mukarrama eng avval Alloh taolo uchun, qolaversa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam uchun ham eng mahbub yer. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Makka mukarramadan chiqish istaklari mutlaqo bo'lmasa ham, u yerning ahli u zotni chiqishga majbur qilganlar uchungina chiqqanlar. Mana shularning barchasi Makka mukarramaning fazli qanchalar ulug' ekanligiga yorqin dalildir. Abdulaziz ibn Abu Urvod aytadi: bir guruh hojilar Ka'baga kirib kelishdi. Ularning orasida bir ayol ham bor edi. U tinmay Robbimning bayti qayerda? Robbimning bayti qayerda der. Yonidagilar hozir ko'rasan deyishardi. Nihoyat Baytulloh ko'rinishi bilan mana Robbingning bayti ko'ryapsanmi deyishdi. Ayol Baytullohning yoniga borib, Robbimning bayti deya peshonasini unga qo'ydi va shu holatda jon uzildi. Ka'bani tavof qilish haj yoki umra ibodati doirasida musulmonlar uchun muqaddas hisoblangan joyni aylanishdir. Ushbu ibodat soat milliga nisbatan teskari amalga oshiriladi. Nima uchun? Quyida keltirilgan ayrim ilmiy faktlar bu savolning javobini izlashga yordam beradi. Odam tanasidagi qon soat millariga teskari ravishda aylanadi. Atom elektronlari tavof kabi yadroning atrofida soat milliga nisbatan teskari aylanadi. Oy o'z o'qida soat millariga nisbatan teskari aylanadi. Yer o'z o'qida soat millariga nisbatan teskari aylanadi. Yer quyosh atrofida soat millariga nisbatan teskari aylanadi. Quyosh tizimidagi sayyoralar soat millariga nisbatan teskari aylanadi. Quyoshning o'zi ham tizimi bilan birga galaktikadagi orbitasida soat millariga teskari aylanadi. Kosmosdagi barcha galaktikalar soat millariga teskari aylanadi. Bundan kelib chiqadiki, biz Ka'bani tavof qilayotganimizda butun borliq kabi harakat qilamiz. Ya'ni Allohning barcha maxluqi zarradan to yulduzlar to'plamigacha Alloh taologa hamd aytish yo'lida birlashadilar. Ka'bani tavof qilib aylanar ekanmiz. Odamdan Muhammad alayhissalomlargacha bo'lgan payg'ambarlar qilgan ibodat aylanishini amalga oshiramiz. Ka'ba atrofida odamlar aylanishi hech ham to'xtamaydi. Qiyomat ham aynan Ka'bani aylanish istagida bo'lganlar qolmaguniga qadar qoyim bo'lmaydi. Bundan tashqari yana bir ilmiy haqiqatlardan biri, qachon kishi Ka'baga yo'nalgan holda boshini sajdaga qo'yar ekan, undagi barcha zararli impulslar chiqib ketadi. Bu tanadagi energiya balansiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Buni yaxshiroq tushunishimiz uchun oltin nisbat haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz lozim. Oltin nisbat bu katta masofaning kichik masofaga nisbatiga aytiladi va u 1,618 fi konstantaga tengdir.
Bu nisbat ilohiy proporsiya ham deyiladi. Sababi Haq taolo aksar maxluqotlarni aynan shu nisbatda insho etgan. Bu oltin o'lchov yaratilish dalilidir. Ushbu nisbatni yer xaritasiga qo'llaydigan bo'lsak, yerning oltin markazi Makka shahriga to'g'ri kelishiga guvoh bo'lamiz. Makkaning oltin markazi esa Ka'ba-i muazzamaga to'g'ri keladi. Yerning oltin markazi Ka'baga to'g'ri kelgani bois, undan katta hajmdagi energiya ajraladi. Qanday qilib oltin markazidan katta hajmdagi energiya ajralishini tushunish uchun koinot yoki o'simliklarni misolida ko'rishimiz mumkin. Ularda energiya taqsimoti markazdan atrofga tarqaladi. Xuddi shunday atomlarda ham o'rtadagi yadroda musbat zaryadlar, pozitronlar bo'lib, atrofida aylanayotgan manfiy zaryadli elektronlarni o'ziga tortib itarilishi natijasida muvozanat hosil bo'ladi. Shu sabab ham qachon Ka'bani tavof qilarkansiz, sizdagi energiya muvozanatga keladi. Subhanalloh. Ha, bu ayni haqiqatdir. Tadqiqotlarga ko'ra, har kun atrof muhitdan tanamizga zararli bo'lgan elektromagnit impulslar qabul qilinar ekan. Bu salbiy impulslar miyamizning peshona qismida to'planib qolib, turli xil depressiyalarga, stresslarga, bosh og'rig'i, dangasalikka sabab bo'ladi. Bular esa o'z navbatida jiddiy kasalliklar keltirib chiqarishi ham mumkin. Ushbu zararli impulslardan yerning eng katta energiya maydoni, ya'ni Ka'ba tomon boshni sajdaga qo'yish orqali xalos bo'lish mumkin bo'ladi. Robbim bizlarga ham bu yerlarga haj va umra qilish uchun borishlikni nasib qilsin. Umra o'zi nima? Umra so'zi lug'atda ziyorat ma'nosini anglatadi. Istilohda esa bu so'z bilan haj mavsumidan boshqa paytda maxsus amallar bilan Masjidul Haromni ziyorat qilish nazarda tutiladi. Qur'oni Karimda va atimmul hajja val umrata lillah, ya'ni haj va umrani Alloh uchun to'kis ado eting degan oyat karimada ham haj ziyorati bilan umra ziyoratini bajarilishga undalgan. Rivoyatlarga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan haj farz, umra esa ixtiyoriydir degan hadis naql qilingan. Umra Maliki va Hanafi mazhabidagi rojih qavliga ko'ra, qurbi yetgan kishilarga sunnat muakkada hisoblanib, yilning barcha oyida bajarishi durustdir. Ramazon oyida amalga oshirilgan umra esa eng afzal umra hisoblanadi. Negaki Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ramazonda qilingan umra savobi hajiga teng deya marhamat qilganlar. Boshqa bir rivoyatda Ramazonda bajarilgan umra men bilan birga ado etilgan hajiga teng deya marhamat qilingan. Shuni unutmaslik kerakki, Ramazon oyida shu oyning sharofati, ham Qadr tunining sharofati, ham umra ibodatining sharofati birgalikda jam bo'ladi. Buning ustiga yuqoridagi hadislar mazmuniga binoan Ramazon oyidagi umraning savobi haj savobiga teng bo'lishdan tashqari, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda haj qilgandek savobga ega bo'lishi aytildi. Agar siz ham umra ziyoratiga borishni niyat qilib qo'ygan bo'lsangiz, bu borada Abdulloh Travel o'z xizmatlarini tavsiya etadi. Xizmatlar tajribali illikboshlar, to'g'ridan to'g'ri reys avia chiptalari, umra vizasi, qulay mehmonxona va 2 mahal ovqat, barcha transport xizmatlari, turli ziyorat va ekskursiyalar, tibbiy sug'urta va ko'plab hadiyalarni o'z ichiga oladi. Batafsil ma'lumot uchun ushbu raqamlar orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Xizmatlar litsenziyalangan. Alloh barchamizni o'z baytiga chorlasin.